Rossiyada muhojir bo'lgan yigit qanday qilib O'zbekistonning eng boy xonandasiga aylandi? Hozirgi videorolikimiz aynan shu haqda. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Yo'qchilik tufayli G'ijduvonda kosiblik qilgan, Rossiyada muhojir bo'lgan, musiqaga qiziqqan va bugungi kunda O'zbekistonning eng boy xonandasi bo'la olgan Jaloliddin Ahmadaliyev bu yil 33 yoshni qarshiladi. Uning kliplari televideniyada biror marta efirga uzatilmagan bo'lsa-da, YouTube'da million marta ko'rilgan. Yetmasmidi? Ona seni unutganim rost, yor bizdan ketdi, menda qolmadi dil. Tuproqdan bo'lgansan, tuproq bo'lasan. Jo'ralar kabi qo'shiqlari bunga yaqqol misol. Xonandaning tug'ilgan kuni munosabati bilan uning hayoti va ijodiga nazar solamiz. Mahallamizdagi 18-maktabda o'qiganman. 9-sinfni tugatib kollejga kirganman, ammo kollejda o'qimasdan Rossiyaga ishlashga ketdim. Sharoit sabab ketishga majbur bo'lganmiz. Rossiyada 3 yil ishlaganman, ya'ni 18 yoshimda ketib, 21 yoshimda qaytib kelganman. Rossiyada akamlar bilan sovuq kunlarda qiynalib qolgan kunlarimiz ko'p bo'lgan. Moskvada ishlaganmiz. Rossiyaga ketishimizning asosiy sababi bu yerda qo'limizda hunarimiz bo'lmagani uchun ketganmiz, deydi Jaloliddin Ahmadaliyev. O'zbekistonga kelib, Qo'qonda yana mo'ykada ishlaganmiz. Keyin kosib o'rtog'imga shogird tushib, kosibchilik qilganmiz. Buxoroda, G'ijduvonda xususiy tadbirkorning uyida oyoq kiyim chiqarardik. G'ijduvonning Bobur ko'chasida ko'p vaqt ishlaganmiz. Kosibchilikda yelim bilan ishlardik. Hidi juda yomon edi, juda yomon. Yelim hidi oshqozonimni qiynab qo'ygan. Tushlikka chiqqanimda oshqozonimga ovqat kirsin, yiqilib qolmay deb majburan ovqatlanardim. Chunki yelim hidi ishtahani yo'qotar ekan. Oshqozonim og'riyverganidan so'ng santexnik bo'lishga qaror qildim. Mahallamizda bir akamizga shogird tushib, bu kasbni ham o'rganganman. Toshkentda Chorvoqda ham santexnik bo'lib ishladim. Yaqin 6 oygacha shu kasb bilan shug'ullanganman. Qayerda ishlashimdan qat'iy nazar qo'shiq kuylashni, she'rni kuyga solish xayoli bilan yurganman, deydi xonanda. Birinchi studiyada yozgan qo'shig'imni ancha avval $50 sotib olganman. Qo'shiq nomi Xumor ko'zlaring deb nomlangan. Qo'shiqni sotib olganimdan so'ng uning haqiqiy egasini topib olganman. O'zi u qo'shiq muallifi boshqa odam ekan. Yoshligimdan foydalanib bu qo'shiqni menga ham sotishgan ekan. U qo'shig'imni chiqarmaganman, deydi Jaloliddin Ahmadaliyev. Yor bizdan ketdi qo'shig'im mashhur bo'lgandan so'ng Turkiya, Ozarbayjon, Eron, Tojikiston va Qozog'istondan ushbu qo'shiqqa xaridorlar chiqdi. Jo'ralar degan qo'shig'imizni ham sotib olmoqchi bo'lishdi. U vaqtda hali bu qo'shiqlarga video klip suratga olmagandik. Klipdan so'ng kuylashingizga ruxsat beramiz dedik. Agar o'sha vaqtda qo'shiqlarimizni ularga sotib yuborganimizda, hamma meni ulardan o'g'irlagan deb o'ylardi, deydi xonanda. Birinchi to'yimiz o'zimizda Qo'qonda bo'lgan. Unda ovoz kuchaytirgichga ulanadigan gitaram bo'lmagan, oddiy gitara edi. U gitaraga qo'lbola qilib mikrofon ulanadigan qilganman. Ammo to'yga olib borganimda gitarani ovoz kuchaytirgichga ulab bo'lmagan. O'shanda birinchi marotaba elektrogitarada notalarda adashib bir amallab qo'shiq aytganman. Birinchi olgan pulim 300 ming so'm bo'lgan. U pul ham qistir-qistirdan tushgan. To'ydan yaxshi pul topsa bo'larkan-ku degandim. Keyingi to'yimiz Marg'ilonda bo'lgan. Unda ham o'zim gitara chalib qo'shiq aytganman. Undan so'ng to'ylarimiz ko'payib ketdi. Bir kunda 7 ta birovga kirgan vaqtlarimiz bo'ladi, deydi san'atkor. Hozirdan ba'zi bir to'siqlarga kuchim yetmay qolyapti. Endi chiqib kelayotgan san'atkorman. Nimaiki bo'lsa Alloh kuch-quvvat berdi. Shu bilan harakat qilyapman. Oyoqqa bolta uradiganlar ko'p bo'lar ekan. Shu vaqtgacha bunday odamlarni ko'rmagan edim. Shunday vaqtlar bo'ldiki, o'sha santexnik vaqtimga qaytgim kelib qoldi. Mendan foydalanayotgan odamlar ko'p. Bilib turib ko'p narsaga ko'z yumdim. Kamtarligim, soddaligim o'zimga qarshi ishlayotgan vaqtlar bo'ldi. Santexnik bo'lib ishlaganimda bo'yimizdan baland chuqurlarni kovlashga ham majbur bo'lganmiz. O'sha vaqtlarda san'atkorlarga havas qilib, xonandalar toza, ozoda yuradi, ularga mazza deb o'ylardim. Noshukrlik qilmoqchi emasman, ammo xonandalikning mas'uliyati og'ir. O'sha qiynalib santexniklik qilib yurgan vaqtimda avtobusda yurib bo'lsa ham oilamga vaqt topa olardim. Hozir o'zimning shaxsiy mashinam bor, ammo oilamga, ota-onamga vaqt topa olmayman, deydi u. Ondan ortiq insonlar homiy bo'lish niyati bilan chiqqan. Boshidan homiy bilan ishlash niyatim bo'lmagan.
Keyin dadam ham o'g'lim qo'yaver, shart emas. Xohlagan vaqtingda xohlagan joyingga bora olmaysan. Qarindoshlaringning to'yiga ham ular ruxsat bersagina borishingga to'g'ri keladi deganlar. Bir homiy bilan akam gaplashgan. Akam ularga siz bilan ishlasak bizga nima qilib bera olasiz deb savol berganlar. Qo'shiqlarni studiyada yozdiraman degan. Akam bu ishni o'zimiz ham qilyapmiz deganlar. Kliplarni suratga oldiraman degan. Buni ham o'zimiz qilyapmiz deyishgan. Uy olib beraman deyishgan. Uyimiz ham bor deganlar akam. Xullas, homiy bilan ishlashni rad qilganmiz. Xafa bo'lishmasin, o'zimiz qiynalib chiqishni ma'qul ko'rganmiz deydi san'atkor. Ba'zi bir joylarda kelib, og'iz qimirlatib ko'rinib ketsangiz ham bo'ladi deyishadi. Endi to'yda birrov ko'rinib ketganimizga pul olamizmi? Mehnat qilib, pulimizni halollab olishimiz kerak deb o'ylayman. Fonogramma aytadiganlarni puli harom demoqchi emasman. Ular ham mehnat qiladi, qo'shiq yozadi, uni reklama qiladi. Lekin men jonli aytish yo'lini tanlaganman. Keyin fonogramma aytsam, dadam ham urushadilar. Tomog'ing yo'q bo'lib qolsa ham jonli ayt deydilar. Jaloliddin Ahmadaliyev Toshkentdagi to'ylarda xizmat qilish $5000 ekaniga izoh berdi. Toshkentdagi to'ylarda xizmat qilishimiz narxi $5000 etib belgilangan. Hozir sizlarga hammasini noldan isboti bilan aytib beraman. Bitta yetmasmidi degan qo'shig'im bor. Shuning aranjirovkasini turklar qilib bergan. Bu qo'shiq juda katta pulga tushgan. Qo'shiqning o'ziga juda ko'p pul ketgan. Klipiga Yigitali Mamajonov va Aysenem Yusupova tushib bergan. Ular ham bepul ishlamaydi. 11 ta sozandam bor. O'zim bilan 12 kishimiz. $5000 ning ichida shuncha odamning rizqi bor. Keyin men jonli aytaman. Toshkentdagi to'ylarda jonli kuylaydigan san'atkorlar barmoq bilan sanarli darajada kam. Lekin bir narsani aytib o'tishim kerak, biz hammaga bunaqa narx qo'ymaymiz. Odamlar telefon qiladi-da, "Anavni anaqasiman" deydi yordamchimga. Kimni anaqasi, kimni nimasi? Hech bo'lmasa anavni administratormisan yoki Jaloliddinning anaqasimisan desa ham sal tushunsa bo'ladi. Bunaqa muomala qilgan odamga administrator ham "Ha, o'shani anaqasiman" deb javob beradi va 5 yoki $6000 narx aytadi. Endi narxni o'zining muomalasiga yarasha aytadi, lekin o'zi aslida xizmat haqqimiz $5000 emas. Masalan, Toshkentda bir kunda 2-3 ta to'y bo'lib qolsa, juda arzon narxga kirib ketamiz deydi xonanda. O'zbek estradasidagi eng badavlat san'atkorni ko'pchilik Yulduz Usmonova deb biladi. Ammo u bu reytingda 2-o'rinda turadi. Xalqaro musiqa statistikasi va reytinglar sayti ma'lum qilishicha, Jaloliddin Ahmadaliyev 2024-yilda eng boy san'atkor deb topilgan. Uning sof daromadi taxminan $3,7 million atrofida baholangan. Jaloliddin Ahmadaliyev nima sababdan Toshkentga ko'chib kelib, shu yerda ijod qilmasligi haqida gapirdi. Toshkentda uyim yo'q, Toshkentga ko'chib kelish niyatim ham yo'q, chunki men ota-onamni tashlab keta olmayman. Ota-onam esa Toshkentda yashagisi kelmaydi deydi u. O'tgan yili xonanda BMW X7 avtomobilini xarid qildi hamda quvonchini muxlislari bilan bo'lishdi.